Bugun kelgan manzilimiz Olmazor tumani G'uncha uylariga kelganmiz. 9 qavatli Novostroy domimizdan 3-qavatda sotib o'tishgan oldilarda moshina qo'shib avtoparkovkalariga ega, bola o'ynash joylari ham bor. Shart-sharoitlar maktab, bog'cha, korzinka, частный maktab, target o'qishlari, hamma shart-sharoitlar zo'r joylashgan. Lokatsiyamiz Argentina berag'onsa, Argentina versiyal to'yxonasi, Tinchlik metrosi bo'ladi. Deb chiqib video obzorini qilib beramiz. Video davomida albatta narxni ham aytamiz. Kvartiramizga kirib kelganimizda umumiy kvadrat metri 95 kvadratdan iborat 5 xona plus oshxonasiga ega. Qaranglar, bu taraf kirib kelishimizda o'zini prixo'ja koridori bo'lyapti. Bu tarafimiz o'zini alohida garderobli eshuvi, mana qaranglar. Sekret eshuvlar qo'ygan, ko'rgan hech kim shuncha odam bilmaydi. Qaranglar, bu tarafda yotoqxonalari, uzun koridorimiz, birinchi ko'rib o'tirgan xonamiz o'zini umumiy yuvinish xonasiga ega. Yuvinish xonasi ko'rsam chiroyli qo'yishgan. Tayyor xonadonimizda hech bir olib chiqib ketilmaydi, hamma barcha narsasi qoladi. Bu tarafimiz, o'ng tarafimiz detskiy spalnisi bo'lyapti, ko'rib turganinglardek. Buni to'g'risida o'zini oshxonasi ko'rsam, bu yoqda kreslo, divaning zona o'tirishga, balkonga qaragan oynalar ham bor. Bitta mebellarni qarang, kuxnya bilan chiroyli qo'yishgan. Yurib kelar ekanmiz, bu tarafimizga o'tganimizda o'zini ko'rib turgan mehmonxonasi bo'lyapti. Mehmonxonasini qaranglar. Chiroyli qo'yishgan. Bu tarafda yana bitta bolalar uchun yotoqxonamiz ko'rib turganinglardek. O'zi bilsanglar ko'p narsa keladi. Bir tarafli bo'ladi. Bu tarafda endi skvayznak bo'lib, skvayznak havosiga ham yaxshi qilib alohida qilingan bo'lyaptilar okamlar. Xo'p, bu tarafga kelarganmiz. Bo'pti. Ota-ona yotoqxonasining ichida o'zini umumiy yuvinish xonasi ega. Bu tarafda o'zini ota-onalar uchun yotoqxonamiz bo'lyapti. Ko'rib turganinglardek, ota-ona yotoqxonamiz tashqarisi balkonga chiqiladi. Aytib o'tgan umumiy kvadrat metri 95 kvadratdan iborat. Lokatsiyamiz Olmazor tumani G'uncha uylariga kelganmiz. Argentina versiyal to'yxonasi, Tinchlik metrosi bo'ladi. Va işte barcha ko'rgan narsalar hammasi 100% qoladi. Narxini $142 ming, ya'ni o'tib bergan joy bor deyishyapti. Pastga nomerimizni qoldiramiz. Bemalol telefon va so'rab baraga chiqsanglar bo'ladi.